O'zi mana rekka olib chiqqan mashina Gentra bo'ladi. Men bitta такой Gentra turibdi. Katta mashina obzor olamiz. Assalomu alaykum aka, mashina zo'r ekan. Bitta savollarim bor edi-da. Bo'ladi. Hop, bu Tushola qiling. Mayli, tusholing. Hop, bu Gentra 2023-yil ishlab chiqarilganmi? Bu 2023-yil oxirlari adashmasam. Men ko'rib turibman, ozgincha navrot bilan qilibsiz, bunga necha pul asos qildingiz? Endi 4-5 ming ketib qoldi. Hop, mashina hozir ozgincha ma'lumot berib o'tib keting. Yo, men endi точный qanaqadir xarakteristika tomonlama ma'lumot bera olmayman lekin. Bo'ldi, unda ma'lumotni men beraman. O'zi Gentra 2013-yildan 2024-yilgacha ishlab chiqarilgan. Va bu mashinamizni kapotining ostida 106 ta kuchi bor. O'zi bu toychani qora rangi 2021-yildan boshlab trendga chiqishni boshlagan. Va ancha akamiz ham qora rangini fond uchun olgan bo'lsa kerak. Va hamma qora Gentralarning orqasida mana shunaqa o'yinchoqlari bo'ladi. O'zi boshqa davlatlarda bu o'yinchoqlar tongga qo'yiladi, lekin nimagadir biz mana buni bagajga qo'yamiz. Nimagaligini yozib qoldiringlar.